Real Madridni hali hamon Var Madrid deyotgan bo'lsangiz katta xato qilasiz. Statistikaga e'tibor bering. La Ligada Var joriy etilgandan beri Var tufayli eng ko'p gollari bekor bo'lgan jamoa Real Madriddir. Shuningdek, La Ligaga Var kirib kelgandan beri eng ko'p gol urgan jamoa ham Real Madriddir. Shunday ekan, Var degan bosh og'riqdan aziyat chekib turib ham hammadan ko'p gol uryaptimi? Demak, bu jamoani hech qanaqasiga Var Madrid deyishga haqqimiz yo'q. Bordi-yu, Real sizni muxlislik qilayotgan jamoangizni yutib qo'ygan bo'lsa, Realni aybdor ko'rish emas, aksincha, jamoangizni xatolarini tan olib, keyingi safar ushbu xatolarni qilmasliklarini kutishingiz kerak. Shunda sizni haqiqiy muxlis deyishimizga bizda yetarlicha asos topiladi. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.